let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life. Aziz do'stlar, Xitoydan yangi aniq zo'r birga bir kopiya kelgan ventilyatorlarimiz bor. Bilasizlar, Delaval kompaniyasini, shvetsarskiy kompaniya. No, imенно ularning ventilyatorlari ham xuddi mana shunaqa tartibda chiqadi. Buni один к одному kopiyasi. No, sal arzonroq. Ular Delaval kompaniyasining ventilyatorlari $500-400 atrofida bo'ladi. Hozir bular narxi esa video davomida aytib beraman. Tak, bunimiz motori dvigateli 0.5 kW. Juda ham zo'r yechim. Hozir albatta sezon emas, no yozda hamma qidiradigan mavzu bo'ladi. Mollarni stressdan chiqarishga va mahsuldorligini ko'paytirishga va xona zonadagi ammiachniy vozdухlarni chiqarib yuborishga, o'sha sassiq hidni, badbo'y hidlarni chiqarib yuborishga ko'proq bular yordam beradi. Buni foydasini aytib o'taman. Plastik, qattiq plastikdan qilingan, ferma naveslarida tepada turganda boyagi qo'shimcha nagruzka bo'lmaydi, og'irlik bo'lmaydi. O'shaning uchun qattiq plastik detaldan qilingan. Lopatasi 5 ta. Men bu loptiklari juda ham qattiq. Men uzr ruscha aralashtirib gapiryapman. Tushunganimcha, bilganimcha. Tak. Yana bir narsani aytaman. Motori 0.5 kW. Tak, bu yerda ikki xil dvigatel bor. 220 ga ishlaydigan va 380 ga ishlaydigan. 380 ga ishlaydigan dvigatelimizni narxi $290 va 220 ga ishlaydigan dvigatelimizni narxi $300. Farqini narxini endi aytib o'taman. Chunki narxida mana bu yerda orqasida kattakon konditsator o'rnatilgan. Bu 220 voltda ishlaydigan. Fermalarga tavsiya qilaman. Biz fermerlarimiz endi mana o'zgaryapti. Agar energiya потребность bundan ko'p ketadigan bo'lsa, maslahat beraman. Ko'p fermer xo'jaliklarda tom tepasiga boyagi quyosh panellarini o'rnatsalaringiz ham sotasizlar, ham alternativniy energiyaga erishasizlar va molni mahsuldorligi ham oshadi. Ya'ni sut beradigan koeffitsiyenti oshadi. O'shaning uchun mollar 18+ va 20+ haroratda mahsuldorlik sut yo'nalishiga yaxshiroq bo'ladi. Aziz do'stlar, ma'lumot o'z o'rnida ma'qul bo'lgan bo'lsa, nomer qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkentda, Bardanko'lda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.